Assalomu alaykum do'stlar. Mana legendarniy Opel Comba'ni sotmoqchiman. Hech qayerda ishi yo'q. 4 ta zimni balon qo'yganman. Bu mashinani olganimga 1 yil bo'lyapti. 1 yildan beri juda ham davolim minyapman o'zim. Mashinaning yoqqan taraflari juda ham ekonomishni. 100 kilometrga 4 litr yoki 5 litr benzin debman, salarkada yuradi bu mashinamiz. Yana bitta yoqqan tomoni hamma joyi ishlaydi. Faralari, salon svitlari, elektronika hamma tomoni ishlaydi. Shuni o'tirasiz, haydab ketaverasiz. Bo'ldi. Hech qayerga 1 rubl ham xarajat qilmaysiz. 1 yil mobayndan beri minayotgan bo'lsam, hech qayerdan jiddiy kasal chiqqani yo'q. Allohga behisob shukr. Kerak bo'lsa, orqa dvorniklarigacha ishlaydi. Mashinani qulflab ketganingizdan keyin men bu salarka zapravka qiladigan joyi ham qulflanadi kerak bo'lsa. Yili 2006-yil agar aformat qilib ketaman desangiz ham muammo yo'q. Bemalol aformat qilib ketsangiz bo'ladi. Agar yo'q, men aformat qilishga ishonchli odamim yo'q desangiz, hozir ishonchli odam nomida turibdi. O'sha odam nomida qoldiramiz. Faqat u odamga 1 yilga 15 ming rubl berasiz. Mashinamiz 341 ming kilometr yurgan. Juda ham bir barakali mashina chiqdi. Men Allohga behisob shukrlar bo'lsin, roziman bu mashinadan. Yana kimdir olsa, inshaalloh rozi bo'lib baraka topib minadi, Xudo xolasa. Stroykaga, kafe restoranlari bor odamlarga, bazalardan borib ovosh frukti bir nimalar produktlar olib kelishga juda ham ajoyib mashina. Chunki bagaji огромный, zo'r. Men o'zimning narsalarim ham turibdi bagajda. Oladiganlar bemalol mana Telegramim bor, Telegramga yozsalaring bo'ladi yoki Instagramdan o'zimga lishni сообщениyadan ham yozsalaring bo'ladi. Javob beraman inshaalloh. Pastga описаниyaga nomer ham qoldirib qo'yaman. Bemalol telefon qilsalaringiz bo'ladi. Agar sizga kerak bo'lmasa, like bosib, bir komment o'z fikringizni bildirib qo'ying. Shtob video kerakli odamlar misol uchun qidirib yurgan bo'ladi-da. Men o'zim ham qidirib ba'zir topganman-da, bir oy deganda. Shu odamlarga yetib borish uchun ham bir qo'llab yuborsangiz, duo qilib qo'yamiz inshaalloh. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Qolganini batafsil telefonda gaplashamiz. Hammalaringiz sog' bo'linglar.